Xitoy yangi yil kirishi bilanla Sharqi Turkistonning tabiiy boyligini bulang-talang qilishni davomli kuchaytgan bo'lib, oldingi bir oy ichidagi neft tabiiy gaz purg'ulash miqdori 3 million tonnadan oshgan. Xitoy tashviqot organi Tangirtoq to'g'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Tarim neftlik shirkati bu yil kirgandan beri Sharqi Turkistonning neft tabiiy gaz boyligini bulang-talang qilish qadamini tezlatgan bo'lib, birinchi oyda 3 million 140 ming tonna neft tabiiy gaz qazib, bulturqiga o'xshash mezgildagidan 130 ming tonna oshirgan. İgileniçe, yaqinqi 24 soat ichida Xitoyda 102 nafar, Hong Kongda 1619 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan. Qishliq olimpik tanharakat musobaqasi o'tkazayotgan Beijingda poytaxt xalqaro aerodromi, olimpik kenti va tashkilot markazlarini o'z ichiga olgan karantin rayonlarida 2 nafar yuqumlanuvchi bayqalgan. Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotining bosh kotibi Jens Stoltenberg Ukraina Shimoliy Atlantik Ahdi Tashkilotiga a'zo bo'lish qarorini o'zi chiqardi dedi. Stoltenberg yana Ukraina krizisi to'g'risida bayonot e'lon qilib, siyosiy hal qilish chorasi tepishdan vaqti hargiz kechikmaydi dedi. Yana bir tarafdan Angliya davlat mudofaa ministri Ben Wallace Rossiya garchi bir qism askarlarini bahosiga qaytargan bo'lsa-mu, lekin texi Putinni may tepkisidan olmadi dedi. İran Oliy davlat bexatarlik kengashining bosh kotibi Ali Shamhani Amerika va Yevropa bilan elib berilayotgan yadro suhbatidan boshqa hech qanday suhbat bosqichiga kirmaydiganligini, ularning yadro kelishimidagi va'dasini o'rinlay olmaydiganligini aytdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Olam qatnashi idorasiga Elon Musk ustidan shikoyat qilgan Xitoy Starlink sun'iy hamrohining o'zining olam punkti bilan so'qilish xavfiga duch kelganligini aytib, buningga qarshi yangi bir turni boshladi. Xabar qilinishicha, Xitoy Starlink sun'iy hamrohiga qarshi o'zining 5 sun'iy hamroh to'rini qurish xizmatini boshladi. Galaxy Space deb atalgan bu tur doirasida jami 1000 sun'iy hamrohdan tarkib topgan 5 to'ri quriladi. İsrail prezident ishxonasi İsrail prezidenti Ishoq Herzogning Turkiyani ziyorat qilishga tayyorlik qilayotganligini e'lon qildi. Bayonotda Turkiyadan bir vakillar o'mikining tayyorlik xizmatlari sifatida bu hafta Isroilga keladiganligi bayon qilindi. Turkiya taratqullarining xabariga qaraganda, bu ziyorat 9 va 10 mart kunlari elib berilgan. Karodiyadagi bir telegraf shirkatiga tor hujumi elib borgan va boshlang'ich maktab o'quvchisi ekanligi aniqlangan bir hacker tutilgan. Karodiya ichki ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Karodiya fuqarosi bo'lmagan bir shaxs telegraf shirkatini nishon qilgan bolaga yordam qilgan. Hacker texnik quramiga yetmagan bo'lg'achqa, uning uyi ota-onasining nazorati ostida oqtirilgan. Hacker bolaning bu jinoyatni sodir qilganligiga yetarli vaqt tepilgan va uning kompyuteri musodir qilingan. Telegraf shirkatining mas'ullari tor hujumini qilgan kishining $500 ming qimmatidagi shifrli pul talab qilganligini bildirgan.